Video o'zi 1 minutlik, lekin toqatinglar 10 sekundga yetmaydi. Uruchi qoninglar qaynab ketadi. Videoni ko'rdinglar, bolaga настолько azob beryapti. Bolani yoshi menimcha 1,5, uzog'i 2 yosh. Amerikada bitta akam bor, yaqinda aytib berdilar. U yoqda qonun qanaqa? Farzandiga azob bersa, qiynasa yoki tarbiyasini yaxshi bera olmasa, olib qo'yadi davlat. Olib qo'yadi-da, bolani uyga bermaydi. Uni boshqa yaxshi oilaga beradi. Ularni ota-ona haq-huquqidan mahrum qiladi. Men o'ylayman, O'zbekistonda ham shu qonunni yo'lga qo'yish kerak. Chunki bu holatlar juda ham ko'p. Nechtasi bolasini o'ldirib qo'ydi, nechtasi mana bunaqa qiynab o'lib tashyapti. Mana shu fikrimga sizlar nima deysizlar? Bu fikrlashim to'g'rimi yoki noto'g'rimi yoki qanaqa yondashish kerak? Ushbu videoni maksimal tarqatishni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Nimaga deysizlar? Bu aktiv uchun emas. Bu kerakli joyga yetib borib, shu odamni jazolashsin. Bu jazoga tortilishi shart. Undan tashqari bunga nimadir o'ylab topishi uchun maksimal tarqalsa, nimadir o'ylab topishadi. Va bu holatda boshqa kuzatilmaydi. Fikrimga qo'shilasizlarmi?